Salom bilan Timur. Esingizda bo'lsa, iPad 10 ni obzor qilganimizda men aytgan edim. iPad o'qish uchun 100% to'g'ri keladigan device emas deb. Nega? Chunki iPad bu o'zi qo'shimcha device. Undan tashqari, siz ba'zi iPad ni sotib olib, unga yana klaviatura qo'shib sotib olsangiz, narxi $550 bo'lib ketyapti. Men o'shanda aytgandim. Bu pulga iPad olgandan ko'ra to'laqonli Windows notebook olgan yaxshi deb aytgandim va bugungi videoda ana o'sha Windows notebookni ochib ko'rib tahlil qilamiz do'stlar. O'qish uchun notebook tanlayotganda ikkita narsaga e'tibor berish kerak. Birinchisi bu albatta arzon bo'lishi kerak, narxi yoqimli bo'lishi kerak. Ikkinchisi esa qotmaydigan, puliga arziydigan, stoyishi notebook bo'lishi kerak. Bu uchun men Market Yandex.Go ga kirdimda va notebooklarni qarab chiqdim. Eng arzoni bu Lunan Ground lineykasi bo'lib chiqdi. 15 zoomlik versiyasi uchun 6.072.000 so'm narxda turibdi ekan. Dollarga chaqsak $468 bo'lyapti. Menimcha xarakteristikalari yomon emas. Agarda mana shu xarakteristikalar bilan hozir boshqa brenddagi notebookni sotib olsam, menga qimmatroqqa chiqib keladi. Shuning uchun biz shu tanlovda qoldik. Men o'sha bu notebookka buyurtma berganman, u menga yetib ham kelgan. Hozir sizlar bilan birgalikda uni ochib ko'ramiz do'stlar. Mana og'irgina pichoqcham yonimda. Ketdikmi do'stlar? Ketdik. To'g'ri ochyapmanmi o'zi? Yo'q, bir chetidan chiroyli qilib ochish kerak edi. Mana do'stlar. Aytgancha do'stlar, men sizlarga mana shu notebookni mana shu videodan keyin sovg'a qilib yuboraman. Sharti, ya'ni birinchi sharti hozircha mana shu videoni oxirigacha tomosha qilish kerak. Keyingi shartini video davomida aytaman. Oppa! Qani? Oppa! Nimalar bor ekan bu yerda? Notebookimizning o'zi. Buni chetga olib turamiz. Bu yerda qarang, klaviaturangizga yopishtirish uchun rus tili raskladkasi bor ekan, kirillitsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Wow! Menimcha bu latta salfanchasi yirtildi. Notebookingizni artish uchun maxsus latta ham qo'yishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Tak, adapterimiz 65 wattlik va USB Type-C ga Type-C mato o'ralgan. Hoppa. To'xta. Stop. Wow, ochilyapti. Mana bu ko'tarilib ketyapti. Gap yo'q. Xo'sh, notebookimizni ham hozir zaryadga qo'yib oldik. Hozirroq zaryad olsam, keyin nastroyka qilib sizlarga birma-bir ko'rsatib chiqaman. Endi sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Nega xarakteristikalari zo'r bo'lsa ham narxi arzonroq deb? Chunki Lunan bu hali yangi brend, uncha tanilmagan. Shuning uchun hamyonbop narxda. Endi siz aytasiz, unda biz qanday qilib bu notebookka, bu brendga ishonamiz deb? Siz necha yillardan beri Yandexni xizmatlaridan foydalanib kelyapsiz? Masalan, Yandex Taksi, Yandex Yida, balo, battar etagdalik ishlatib kelyapsiz. Lunan brendi ham Yandex Factory'ni razrabotkasi hisoblanadi. Va bu brend Market Yandex.Go da eksklyuziv tarzda joylashtirilgan. Ushbu brend 2024-yilning 7-fevralida taqdim etilgan. Ana endi asta-sekinlik bilan rivojlanib kelyapti. O'zi notebook tanlayotganda brendning ahamiyati uncha katta emas. Nega? Chunki bunda ishlatiladigan komplektuющийlarni baribir har xil kompaniyalar ishlab chiqaradi. Brendlar esa ana shu komponentlarni yig'ib bitta mahsulot qilib sizga sotadi. Faqat kimdir o'sha narsani qimmatroq qiladi, kimdir esa arzonroq qiladi. Farqi shunda va tanlash sizda. Xo'sh, notebookning qo'lda turishi yoqimli ekan. Nega desangiz agar, chunki bunda odatiy plastik emas, balki metall ishlatilgan. Shuni hisobiga buni vesi 1.7 kilogrammda. Siz og'irroq deyishingiz mumkin, no, korpusi metalldan qilinganligini inobatga olsak-da, bu norma. Notebookning hajmiga keladigan bo'lsak. Tak, hozir ko'ramizda. Mana sumka. Studentlarning nimasi bo'ladi? Mana shunaqa sumkasi bo'ladi. Mana easy вообще. O'shoqasa. Buni o'zi 16 dyumlik versiyasi ham bor, lekin meni fikrim bo'yicha o'qish uchun va nafaqat o'qish uchun 15.6 dyumlik displeyi bu notebook uchun eng o'rta normasi hisoblanadi. Bundan kattasi o'sha sal kattalik qiladi. Displeyning aniq va tiniq hajmi 15.6 dyum, 60 Hz ni qo'llab-quvvatlaydigan IPS displey o'rnatilgan. Menimcha bu narx uchun yomon emas. Ekranning plus tarafi shundan iboratki, bu uning ustiga maxsus bir mat qoplamni qoplanganligi. Nima beradi sizga bu narsa? Masalan, tashqaridan har xil yorug'liklar tushadi-ku ekrangizga, tam quyosh ham bo'lishi mumkin. Ana o'sha paytda glянцевый ekran bo'lganida u har xil blik отражение berardi. Matoviy displey unaqa отражение bermaydi.
kelmaydi. Bu narsani sizga ko'rsatish uchun hozir mana bu ustidagi plyonkasini qarang-ya, qanday kayf ekan buni yechish. Da, to'g'ri, gamerlar uchun to'g'ri kelmasligi mumkin bu displey, chunki 90 fps, 120 fps ni qo'llab-quvvatlamaydi. No, bugungi videoda biz gamerlar uchun notebook qaramayapmiz-ku, balki talabalar uchun qarayapmiz. Talabalar uchun bu displey mana bundoq yetib ortadi. Xo'sh, portlarga keladigan bo'lsak, bunda 1, 2, 3 ta USB-A porti bor. Bu studentlar uchun juda ham foydali narsa. Nega? Chunki baribir flashka ulayman deysiz, hard disk ulayman deysiz, SSD ulayman deysiz, balo battar. Undan tashqari ikkita USB Type-C uchun porti ham bor ekan. USB Type-C port bu kompyuterlarda o'zi aslida zaryad oldirish uchun ishlatiladi, lekin agarda notebookga zaryad olmayotgan bo'lsa, to bu portlarni ma'lumotlarni o'tkazish uchun ham ishlatishingiz mumkin. Undan tashqari micro SD karta uchun ham porti bor ekan. Bu esa boshlang'ich fotograflar uchun juda ham foydali narsa. Har xil perixodnik ishlatib o'tirishmaydi va men uchun eng asosiysi bu albatta HDMI uchun razyom. Nega? Chunki men notebook ishlatayotganimda yana bitta qo'shimcha monitor ulab olgim keladi. HDMI orqali ulab olamanda va bo'ldi, ikkita monitorning ichiga kirib ketaman. Akkumulyatorning hajmi esa 53.5 vatt soatiga avtonom rejimda, ya'ni 100% zaryadi bilan 7 soat atrofida ishlab berishi kerak. Boya ochib ko'rganimizda ko'rdik, to'shto korobkasidan ixchamgina 65 vattlik quvvatlagichi ham bor. Bu deganiki, bu joyga notebookni olib yursangiz ham mana bunday zaryadligini o'zingiz bilan olib yurmaysiz. Mana ixchamgina, juda ham qulay. Motionsga kelsak, bunda 6 yadrolik AMD Ryzen 5 Pro protsessori o'rnatilgan. Har bitta yadro 2.3 GHz chastotada ishlaydi. Operativ xotirasi 16 GB DDR4 va 512 GB SSD ham o'rnatilgan. Aynan SSD bo'lganligi menga juda ham yoqdi, chunki SSD bilan HDD ni farqi juda ham katta tezlik borasida. Video kartasi esa встроенный, ya'ni bunda AMD Radeon Graphics turibdi. Da, siz bu kompyuterda mazza qilib Cyberpunkni o'ynay olmaysiz, lekin barcha yoqtirgan, ayniqsa talabalar yoqtirgan CS2 va Dota 2 ni o'ynashingiz mumkin do'stlar. Lekin aytib o'tishim kerak, masalan CS2 ni ushbu notebook agarda siz soyalarni o'chirib qo'ysangiz, maksimum 1080p razresheniyada ochib, taxminan 40 fps beradi. Dota 2 esa u darajada injiq emas. Bu o'yinni ushbu notebook o'ynab kulib ko'taradi. Undan tashqari studentlar uchun notebook o'zi yana nima masalalarda kerak? Albatta, Zoom vstrechalar uchun kerak. Nega? Chunki pandemiyada biz ko'rdik, hamma darslar onlayn tarzda bo'ldi va o'sha payt hamma Zoomda o'tirdi. Ana shu masala uchun sizda bu yerda 2 megapiksellik kamerasi ham bor. Buni ham aytib o'tishim kerak. Agarda siz film yoki serial ko'rishga qiziqaman desangiz agar, to sizga mana shu masala uchun stereo ovoz chiqarib berish uchun 2 vattdan 2 ta dinamika ham bor do'stlar. Tak что yomon emas. Eng asosiysi bu notebookda korobkasining ichidan birdaniga litsenzionni Windows 11 o'rnatilgan bo'ladi. Hech qanaqa piratskiy Windowsni qo'yib, driver usunki qilib o'tirish shart emas. U birdaniga korobkasidan chiqqanidanoq ishlashga tayyor. Mana shu narsasi katta plyus do'stlar. Bu notebookimiz ikki xil rangda keladi. Mana bunaqa to'q ko'k va kul rangi ham bor. Xullas, notebook talabaga o'zi nima uchun kerak? Eng asosiysi bu dars qilish uchun va ishlash uchun. Word, PowerPoint, Excel, balo, battarlarda bu notebookda bemalol ishlashingiz mumkin. Boya Motions'ni sizlar bilan birgalikda tahlil qildik. Bunaqa Motions bilan bu programmalar vobshe hech narsa bo'lmaydi, semichga chaqib tashlaydi. Men bu narsaga 100% kafil bo'lib ayta olaman. Undan tashqari zerikib qoldim desangiz agar, CS2 ni pastroq nastroykalarda Dota 2 ni xohlagan nastroykangizga qo'yib o'ynashingiz mumkin. Film ko'rishni yaxshi ko'raman, serial ko'rishni yaxshi ko'raman desangiz agar, bemalol, пожалуйста, ko'ravering. Stereo dinamiklar ham sizga qo'yib qo'ygan. Da minimalniy, no zato bor. Lekin umumiy qilib olganda $468 uchun bu notebook yomon emas va o'qish uchun to'g'ri keladi. Shuning uchun ham men bu notebookni olib chiqdim do'stlar. Bu notebookni yutib olish uchun esa siz hozir mana shu videoni ostiga o'tib bitta like qo'yasiz. Meni YouTube kanalimga obuna bo'lasiz va mana shu videoni ostida bitta kommentariy qoldirasiz. U yerda ham o'zingizning Instagramingizni yozib qoldirishingiz kerak. Ya'ni kommentariyda o'zingizning Instagram usernamingizni yozib qoldiring. 25-iyun kuni soat 14:00 da meni YouTube kanalimda primoy translyatsiyada biz g'olibni aniqlaymiz randomizer orqali. Lekin har kuni taxminan 2 kilogramm vazni bor notebookni universitetga olib kelgim kelmayapti desangiz agar, to xuddi shu brenddan mana bunaqa ajoyib planshetni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu ham Lumen brendi ostida chiqqan planshet do'stlar. Narxi $138.
Doimiy xotirasi 256 GB, operativ xotirasi 8 GB, protsessori Unisoc T616 turibdi. 2 GHz chastotada ishlaydigan. MicroSD kartochka uchun slot bor, displeyning hajmi 11 dyuym, 60 Hz lik IPS displey turibdi bunda ham. Orqa kamerasi 13 megapiksel, oldi kamerasi 8 megapiksel. Qanaqadir отчетностьlar uchun ishlatsa bo'ladi. Korpusida ishlatilgan material bu metall. Batareyasining hajmi 7000 mAh. Menimcha bu narx uchun bunaqa taklif bu normal holat. Da, planshet o'zidan o'zi mustaqil device bo'la olmaydi o'qish uchun. Buni shunchaki qo'shimcha device qilib olishingiz mumkin. Tем более narxi ham uncha chaqmaydi. Masalan, iPadni klaviaturasi narxiga Lunandan siz to'laqonli planshet olishingiz mumkin do'stlar. Notebookning ham, planshetning ham havolalarini video ostida qoldirib ketdim do'stlar. Kirib, ko'rib, qiziqib, o'qib, xarid ham qilishingiz mumkin. Ulgurib qoling.